Salom Namangan. Shahrimizda katta yangilik. Onlayn hamshira endi Namanganda. Bu nima degani? O'zingiz yoki yaqinlaringizga ukol kapelnisi olish, uyingizda bemor bor va unga tibbiyot xodimining qaroviga ehtiyoj sezsangiz, ishingiz ancha osonlashdi. Telefoningizga birgina ilovani o'rnatib olasiz, ro'yxatdan o'tasiz. Manzil kiritib o'zingizga kerakli xizmatlarni va vaqtini tanlaysiz. Tamom. Aytilgan vaqtda mutaxassis yoningizga keladi. Ishxonaga ham chaqirsa bo'lar ekan. Xuddi taksi chaqirgandek ishlarkanda. Endi bitta ukol uchun qo'ni qo'shnidan, uzoqdagi qarindoshdan doktor qidirib yurmaysiz, zo'rmi? Eng asosiy joyi uyingizga eng kamida 5 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan tibbiyot xodimlari kelishar ekan. Bolalar uchun alohida mutaxassislar ham bor ekan. Agar mabodo ilovani o'rnatishga erinsangiz, quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib chaqirsangiz ham bo'lar ekan mutaxassislarni. Lekin baribir ilova zo'r ekanda, kim kelyapti, qachon keladi, qaysi vaqtga yetib keladi, shundoq ko'rinib turar ekan. Aytgancha jamoaga qo'shilmoqchi bo'lgan, qo'shimcha ish zarar qilmaydi degan malakali tibbiyot xodimlarini suhbat asosida ishga ham olishar ekan. Bu ishlarni yo'lga qo'ygan jamoat 5 yildan beri faoliyat olib borar ekan. O'zi butun O'zbekistonda bor ekan, bizga endi yetib ketdi-da. Yangilikdan yaqinlaringizni xabardor qilib qo'ying, fikringizni yozingchi, o'zi Namanganimizga shunaqa narsa kerakmidi?